Bulan kaçan toyası? Açlıydı hoşallığa tolgan günü. Hoşallıksan oldu mu oğlum? Kapsızlıktan daim terip süreymen kapılık. Olmasam bu günden ne caratıdan. Şıkalı beni hatırcam kınmaysan kovalan. Moyada üzülmeydi akıl yemilir. Böyle sebep olmasa? Senlik yok. Haha mende. Kölüp git gene. Kanatlansa arzuyum yetsem nişanlarımda. Memnun bulup dadam apam hatırcam bolsa. Rahmet kızım, rahmet. Bolsam deymen yaxşı ülge inilerim var. Hem bu bana sizdek oynasa değil mi kızım? Her üstüne mihir bilen sügüne. Güllendirip ecir mihnette. Üzülmüşsün ailemizin uşak ilkine. Bu ailege karam. Assalamualaikum. Alsam Tukunul abiden o yeni mesafirine geldi de. Ha, limon temlik, olma temlikler keldi. Hadi, yarısı böyle otlap bakalım. Ma'nın temimi bölekin cuma ma'nın? Yaxshi tamam. Ma akanga bunundaki kanda, içimde kanda mesafesi vereyim. Bir saat özel kılma. Anladın mı? Ma'qul. Bakılırsa. Onu hisobotini Getiringiz. naqdin hasal chiqdi, nesidi kesa. Plus şirketining kuzur mahsuloti meg'izliq ferimalari. Bu yerda no'chilik qiladigan kimsan? Bir isklas yig'izdan hammani olib ketibsan. Olib ketishli emas, choynadim. Nazar yig'izini choynadim. Kayfimiz uçmasda, sizmi choynab beqing? Tizit qilmadim amsa. Sizlarmi choynab beqinglar? Bu nazar, boshqa nazar. Marksiga İstanbul yazar. Hiç yok. Nazar choynag'atdim. Nazar yig'izlari. Keyincan analarni tanlashi. Keyincan analardan tatlı buvoqlar so'g'a, barna buvoqlar sakisi. Huzurluq işçilik joyi hamra, kunda bizga hamra. Siz başkalarla qandaq muomala qilsin desangiz, oldin bilan siz başkalar shundoq muomala qilishingiz kerak. Dünyada adamlar o'zi uchun bir aynak bo'lib yashaydi. Dunyo go'zal, odamlarmi yaxshi. Lekin siz atrofingizdagi shaylarga qaysi nuqtada turib, qaysi xil usul bilan deyishingiz u sizga bog'liq. Ba'zida sizning so'zlagan so'zingizdan bir ma'no chiqsa, sizning tabassum bilan qilgan sukutingizdan ming ma'no chiqishi mumkin. Siz javob berishni xohlamaydigan ishlar uchun sukut eng asl javobdir. Odam qo'shilish uchun o'zini ishini puxta qilish kerak, boshqalar ishi alishmaslik kerak. Chunki az gap qilgan ishini yer, jiq gap qilgan beshini yer debga. Ko'lla. Shuning bilan mevadarg'i bo'yin boshqacha o'xshab ketibdi. Otanglar degan boylik dalmi shu. O'g'la, Tugdi. tugdimi? Va, Voy, jaja birdamni tugdi afka. o'sha turibdi. Ems agam ekan o'g'la. O'ya bo'lsa, barasaka. Majikani o'tirdi. Sadir polvon, Chintamur Baturlar shunda Batur deydi. Agar biz mashlarga o'xshab batirib ketsak, endi yaxshi bo'ladi ya. Agar men bir arg'umoq itim bor bo'lgan bo'lsa, uniki kap kuchugim bor bo'lgan bo'lsa, uniki haras, uniki yana misran qilchim bor bo'lgan bo'lsa, etimni qilchimni ko'tarib chiqib menda meni kestimda. Ha, shundigina afkam. Noda qara. Men Chintamur Baturib qolgan bo'lsam, jo'qara. Yetti boshqa kelma, o'zim boshqina. Tut aslan qirib tashlaydim.
Aka, Ha? Chintemir Batur bilan Sadir Palon rost dunyoda o'tib boqqanmi? Aytamiki ukam, men toz fuqib ketmadim. Rost aka, Ha? Chintemir Batur nalik? Chintemir Batur nalik? Ha? Urumchilik. Unda Sadir Palonchi. Sadir polvon? Ha? Sadir polvon, Ömüchük polvon. Qaysi ketdi ukam, deb ishimni qaytaryaptim. Voy aka, men sen bu Sadir Palon senin Ömüchük Palon tushtunamdi. Hey. Men shu Ömüchük polvonning kinosini chiqib ko'rgan qara. Bu Sadir polvonni ko'rib boqmabdim. Ha? Yoki bo'lmasa, dadamni so'rab boqamdik ya. Ha, bombotka. Dadamni so'rayapmi? Bo'la. Sadir polvon. Voy apa? Apa kira? Apa kim? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Balam bu qizib qolmagansa hozir o'g'il. Voy ya. Arasa pam. Ilqi Ömüchük polvon nali? Ha, Ömüchük Palon nalik? Ömçük pelvan? Ömçük pelvan. Ha, turpalliq. Turpalliq? Aka, Ha. cho'qchoqamma. Hey, ben sizlarga o'xshash kartun film ko'rmasam, ya o Ömçük pelvanning pasportini ko'rib boqmasam, men nima bilaman uning narxligini. Shu. Siz qo'rqmaysiz baribir so'rog'imizni beka. Men bu hamman bildigan, deb bildigan so'q emas. Men sizlarga o'xshash televizor ko'rib o'tirmasam, menimcha aqasizlardek hamma narsam tayyor bo'lgan bo'lsa, putimni olmab qo'yib, o'tirib ko'rgan bo'lsam, toza bildim. Aras, dadanglar kino studiyasida o'qigankan bilamiki? Ha, bo'ldi apa. Mendan so'rab qo'ygan to'q, sizmi biz uchun bek japatat ketib borasiz. Ham televizorni chiqib ko'rmaysiz. Ha, shu japatat o'tqinni bilsanglar bo'ldi. Sen mi bilasan? Bizmi? Ha, bilsa, bek bilsa. Ha, bo'ldi apa. Appam o'zi bek urug', xaposa yuzga chiqib qo'ruq. Hey! Yomonlikni buni. Men dadanglardan so'ranglar. Dada! Mana. Men keldim. Ben mi keldim? Assalomu alaykum. Aleyküm Assalomu alaykum. Aleyküm assalam. Nima qilyapsiz dada? Voy, Ha? yigit o'qib Yaxshi do'stmi? Voy, yaxshi qo'man. Bilamma. Mana bo'ldim aşkısı. Ha. Mish qolsa-da? Bire gap so'z bağış bo'ldi bolam, ha? Kanalning kayfiyati qarasam, yanchiqni sal qurilib qolgandek turamdi, ya. Voy, shundaq, lekin Ha. yana bir muhim gap bor, so'raydi. Ha, to'g'ri. Voy, bu kanalning nima muhim gap bo'lyapti man qildi, ha? Deyma? Aytgan. Chintemir Batur nalik? Ha, to'g'ri. Chintemir Batur nalik? Akam menga urumchilikda aytdi. Chintemir Batur degan-chi bolam. Bizniki shu rivoyat cho'chaklarimiz tasvirlangan bir dongli qahramon Batur. Bir qahramonning ismi bu. Bu Chintemir Batur to'g'riliq nurg'un hikoya cho'chaklar bor. Ham har xil variantlari bor buning. Arasida amsariqi Ömüchük polvonchi. To'g'ri, Ömüchük Palonchi? Ma balonning gapini. Bolam, Ömüchük polvon degan boyliqi kino televiziya teatrlarida tasvirlangan g'oyibona bir shaxs bu. O dastlabki karton film qilib ishlandi. Keyin artistlar rol olib buningdagi yana film qilib ishlandi. O bir g'oyibona obraz. Bu obraz navishda baqqan emas. Amsa Sadir polvonchi, o'qiladi. Ha, Sadir Palonda. Sadir polvon bizning diyorimizda yashab o'tgan realniy shaxs bolam. Uning qabrisi hozirmi bor? Ha, dada, unda siz bizga patpat mushta hikoyalarni o'qib turing, ha? Bu bo'ladi. Sizlar qiziqsanglar albatta o'qib berma bolam. Amsa hozir o'qib bera. Ha. Mana bu gazeta hozir bu hikoya cho'chakli yo'q. Mana qilinglar. Kitobxona borsanglar-chi? Nəhayət yaxshi, esli kitoblarimiz bor. Baturlarimiz bilan, qahramonlarimizning shuna tasvirlangan-chi, unda hikoya cho'chak kitoblar yamanchiq. Agar ani o'qiyman desanglar, qanchalik desanglar pulni men shu vaqt bermayman. Ha, akilama? Akilama dada. O'zinglar bilasizlar bolam. Maliya huquq apammasın. Dada. Çaqchaq qo'ydim bolam. Faqat malimni chapimdan ko'rsatib berdim. Shuning hozircha apangni berib tursin. Siz kitobni akab bo'lgandan keyin apanglarni ochib qilib beringanda. Ha, bo'ldi. Mana yalranglar bo'ladi bolam. Kitob o'qiyman desanglar, qanchalik desanglar pulni mana men beraman. Magi bazman pek yarib jumadi.
Sizning bu gapinglar menga bek kirdi bolam. Nima qotqan? Yuz o'qiyotgan? Amsa, siz gizl o'qiyvering. Obdan. Keyin o'zimizchi. Men nasib Bo'ldi. Navatba. Amsa siz o'tiravering, o'ylayvering. Men o'rikni yeb qobab ketayman bu. Men shu. Shunday qilasizlar. Qobab deyman. Ya. Voy mo'ya bo'la. Voy, gap qilma turib, shaxmat degani. Oldirma, o'lishmadi onasi. Shaxmat o'ynayotsa, dam qo'ynasi damka, bo'la. Voras. Bu shaxmat o'ynayapmiz-da, dam qo'ygan chiqdi-ku. Ilg'or. Fitratganlar pastda ishimiz qilishqijma, unutqanma. Bo'ldi. Voy mo'ya. Hamma qilmani mangdim. Rasmiy tomondan, ha? Apa yutup. Kaç yutuyorsun? Şu gittim yutuyorum. Apa, siz tomoq yeyishni o'zingiz o'rganganmi yo birasdan maxsus qilib o'rganganmi? Biz sizdek vaqtimizda nadiki bir odam tomoq yeyishni o'rgatadigan yerlar bo'lsa qizim. O'zim o'rgangan. Cho'g'apimizdan o'rgangan, mening cho'g'apimdan o'rgangan, mening cho'g'apim uchun tomoq bek ustidi. Apa, sizmi bek usta tomoq yeyishga qo'lingiz bek totliq. Men siz aytgan tomoqlarni bek amroq. Voy rahmat. Apamcha doim ayol kishining qo'l tatliq bo'lmasa bo'lmaydi. Qo'l tatliq bo'lsa, aytgan tamoqqa o'xshasa, uyda barakat bo'ldi, inoqlik bo'ldi deydi. Sizning qo'l tatliq. Sizning tatliq. Mening bir amalim bor. Oymas? Voras, nima bor? Bo'ldi, qarg'ina bo'ldi, vajon. Voy. Peyzor qilib tutsa. Ma'ruf ketaman. Buni endi munda yeyman. Ketaman. Peyzimga? Obaychiq borg'u yo'qdi va. Obaychiq qafkam. Mertim munda menep mangmal. Peyzimga? Yo, sen endi chidamas. Bo'l chidamas qilma, o'ynag'la. Kim chidamas qilibdi? Sen chidamas qilgansan, hozir o'ynag'la bo'lib chiqib ketmay hojam, chiqib ketgan safkam. O'ynag'la. Nima? Nima? O'ynama qizib ketdi. Vo'rasga. Bizim chiqib o'ynamda qifkam. Bizim chiqib o'ynaychi. Mama. Men bir chiqib bo'lay, ya. Bura. Apa, bugun imtihon qilamiz. Qushqash tili. Qushqash tili? O qushqashning tilini solamdi. Dadingiz qushqash tutqal ketdi-ku. Nima yuribdi? Chaqchaq qilib qo'ydim. Qushqash tiliga bir tomoqxon. Buning uchun ash qovurg'uliq go'shtni ko'ydirib, qo'rib uzoq qaynatib essaklar bo'ldi. Ta'mlik bo'ldi. To'g'rimi? Ismajib g'alichkina? Ism chiroqmikan? Yo'q. Buni yumshoq kichik ushoq qilib to'g'ri ekanmiz-da. Men uygun oldim. Konu perde, ha? Bir, iki, üç. Tamam. Bir, iki, üç. Hemşehrin kadınına. Bir, iki, üç. Bismillah.
Emmi oturak gel ya. Sen. Hani foto? Kita mau gitti. Ayat. Ya. Ayat deh. Ya. Tutup ya. Aldırak kata, aldırak. Aldırak da şey. Sen. Ya. Sen. Teh. Vay. Amın avram sizler. Bir adam nurtgan nimine. Ben ya Nesir'in efendinin işi koymsam amın avrup oynaydıkan. Esanla oynanla kaldım ben oynamayayım. Sen Müslümansın mı oynasan babam da. Vay canım sizler de oynamak çözüm oynuyor. Bak. Opa. Ha? Bulan apa bulan? Nima bo'ldi? Voy bulan. Voy, nima bo'ldi shu? Voy ilg'am biz urib ketdim bulan. Nima? Ilg'orni? Bulan. Voy, to'xtanglar, men chiqay. Ya Allah. Bir dem aramchilik yo'q. Nimaga shunchalar qilib ketdi bir unda o'ynayotgan odamni deydi. Arslanmi qiziqki, birobda o'ynayotgan bolani undoq urish deydi, bundoq urish deydi. Shundan yurkim chiqdi dedi. Uf. Ha bo'ldi ya, bak, bu menga mazki tomoq ichib bering. Ha bo'ldi, kitobingizni ko'ring. Men o'zim etay tomoqni tayyorlab kutib qolgan. Fukam, bundan tam oynayli ha. Müştaviyalarni o'ynab, urushmayli, do'st bo'lib qolaylik. Agar yana men vaqirab, unda qilgan bo'lsam, men seni bo'zaq qilib qolaman, jimo. İlgar, sen terbiye qatamsan? Men senden çoğ ha? Bilib. Vasili bir çay koyup bir olay bugün. Şöyle Sen anlama, benim pek tutulan bakıp Allah. yakarsam bugün bir aramapsız. Bir kavga akşamapsız. Ben senaryo'ni yezib bitirib etdim. İdoraga bir topshirib etdim. Shu xotirjam qo'limni qo'yishib o'tirishim. Ya Allah. Qanday idorachilik yarg'andi? Men hozirgi hech qilgan narsam yarab menotidi-ku. Ha, nima bo'lsa. Ya Allah, axir tugatdi. Emrog'i Muzaffar bir mezgil sal aram ilanjini. Va damlishni misal birlashtirmasak masalamatlikka ziyonli. Nima degan qarsam qapoqlarimni sangilab ketgandek his qildim. Qarab bakma, ko'zlarining tegim qip-qaro ketibdi. O'tganda bir necha qatam kech soat 2da, 3da tushsam yezib o'tiribsiz. Ilhom kelgan bo'lsa buzib etmay deb tutimni juda dastlab chiqatdim. Unda qilma. Endi hozirgidek fursat bor vaqtida qilib yaxshi shu. Keyin esi Rajab shu qilib olmabdikanman deb pushaymon qilib qolsak bo'lsa. Shunga hozircha men baq qirib ketmagandikan. Ishlab turay. Ya o deganingizmi rost ekan. Manda charchash bek ig'rib kelsin. Tazza salomatlikka yaxshi emasmi bu? O'z manda qolsa. Ne chiqamadingmi? Ya o'ynadim. O'ynag'in ne? Men taqamda bizni baqqili kichigina manga o'xshaydi deb mangduq deb ketsanlar. Ne donaysiz bilan? Pasta. Bo'lsa?
Pes oynamışlar? Oğlum pes oynasanlar ballarla uğraşmay, he? Chiroyli o'ynanglar. Ama Fukani bir qo'lini ching tutib, jima, men qo'limdagi mashinani bekjik. Cho'ng yo'lda o'tganda Fukani qo'lini ching tutib ol, he? Arslan. Unda bo'lsa sen akangni qo'lini tutib ol, he? Bo'ldi dada. Ha, bir yerda manga vaqtida mana sirilib o'ynamanglar. Men ishtonning lozim bor bularni. Ha, bo'ldi. Endi dada. O'zingdan kichkina bola bilan yana so'qishmajmi, Arslan? O'zimni cho'ngdan so'qishim. Ey! Hasta, mush bo'ldi. Bir kallasining bir avvinch ta'tir qurashtirib qolganmikidanmish bo'ldi. Mana, Ha, biz o'ynaymiz. chiroyli o'ynab turinglar bolam, ha? Yo'l diqqat qilinglar bolam. Juma? Ma'qul. Ey, men sirilma dedim men seni. Oy. Ya Allah, bu balliq gap to'g'ri kelmaydi o. Kimni deyishni bak qiladi. Elaqa bir 70-yillar bir ishtonlamada bo'lgan cho'r keragimda yamoq sap qo'ydi qashtandan. Ha balliq ya bir bunda gilammi, ya bir paxtliqmi, da yamoqni bir sapasa ulamdiki. Hey bu Arslanning quliqini to'shikmikin deymi? Mishadan tushma, bolam deb oz degan 50-60 qatim deb bo'lgandimi? Buning uchun ta'tir gap qilib qo'yamizlar. Qilma degan ishimizni baqilib emasmi? Buniki sirilib tush bolam. Topshiriq ishlama. Tamoq yema deb qolsa uniki yeydigan, qiladigan bo'lamdik deyman. Qanday qilamiz deymi bu pulni? Aras. Tushdi nemigingiz va o'qishdi. Nim qipiray degan bir aromatsiz. Ya Allah, ishimiz pis tamoq yedimdan deb turadi ekansiz. Nega? Ayda ashkala aptab yugurib turdi. Bir sho'yla aytamsizlarga? Sho'yla? Ha. Voy, sho'yla. Uzun bo'pti, men sho'yla yegim kelib qoldi emas, men tamoqning ismini unutib qolay deb qoptiman. Mayli. Bosi bir guli qaqilni sili, qancha nuq aralashtiribchi. Ha, ma'qul, ma'qul. Şu adam anlaşıldı. Kap. Aral attınız mı? Aşağı. Kaçırıp bakarsa. Geldik. Ha biz geldik kaça. Biz geldik. Ha? Endi ama qishqash qanday topdinglar? Ben etip düşürüyorum. Akam baqu, nega ketdim bunda qarlab turib, qo'ymayman. Bunda qarlab turib bir vaqtda nega tushib ketdi. Bu qishqash osonlar qanday bo'ldi? Kaç saat mı da? Ha, to'g'ri. Hey bizga hayvonotlarni, uchar qushlarni, daldaraxtlarni, o'tchiblarni degan qovdishimiz, ostirishimiz kerak. Bu ishqillar bundoq qilsanlar. Bir not qandoq ya, bir 100 not buduq, 200 ne? Birni desa shu birni, birdan, ikkidan, uchdan bo'lib chiqaroq bo'lib ketdi. Bunga bundoq qilmoqlarmi, nima biladinglar? Tegaklar. Akila. Mana. Ha. Nishni biladinglarmi? Ha? Ya, Ya acha. Bunga it o'ynab boqasa dadam deyman. Nimiş qolsa acha? Bundoq oson. Ya akila. Men gap qotmam ashqalarga. Ha. Endi bundoq qilmoqlarmi, yana mushtoq qilsanglar men dadam deyman. Ma'qul. Bo'ldi. Baqsaqqa bular. To'g'ri, qanday Olmaydi, qilib? qo'ytinglar. Ha? Qo'ytinglar. Qo'ytinglar. Achafka. Hadi. Bu ko'sa qo'ya. Ben qo'yaman. Bak, erkiliğe koyup verelim. Asta hadi. Şuramda. Ha, içine. Oy 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 oy. Oy 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 oy. Bir. Qo'ytinglar. İki. Vah. Maşallah bu. Mümkün bundoq qushqochlarni qilayotgan tutmoqlarmi? Oldu acha. Bakayım gel. Bırak. Ha, körüp dururlar ha, boşanmayın. Ha, bu dia, bu dia. Ben.
Ağaylar biz mağduq, tamaq vaqtim bo'lib qapti, atamızdan sirab qamsizda. Maras, ati dushanba topshiriqlarni shildinglarmi? Qarang, qalang batulqini. Mush televizor chiqadiganlar bilan chu faqat xo'shim yo'q qarang. Voy nimishga? Nimishga? O kunchi qarang, do'kon ichib o'tag'antimdan televizor chiqadigan bir chiroyli qizol o'tib ketib bordi. Shuni bilan masligim kelib chiroyli salom qilib maqsam, manda qilib ketib bordi qo'shnim. Bu bir bilan qilg'ashni toyini qo'shnim, holning yo'g'onligi. Voy endi ya sizga diqqat qilmagan. Ya kallasida boshqa bir narsalarni o'ylabmangan bo'ldi. Qarang qo'shnim aning ma'dulligini kiygan kiyim ya o'ziga yarashmagan ya rangiga da. Ashta narsalarni kiyibmi chiqamdigandu. Bizning do'konga borgan bo'lsa, men chiroyli bir qur kiyim bilan yo'l izlab qo'ydim. Shu obrazga yaqinlashaman deb kiydimkin deb o'yladim-ku men. Shunda chiqdi-ku shu rolga kiyimi. Bir ashta ishlarim borma ularni. Men tek o'z setib bilib, ash ma'tuni kiyib chiqilgan o'xshaydi deb o'ylabman. Har az qo'shnim tuniguncha meni tam qo'shnim kiribdi. Bizning ma'lum bir danliq cho'lpinimizchi bir ayolimi kimligini uqmaydi ekan, lekin yitilishib, sirtda meni o'tibdi deganda bizning yana bir qo'shnimiz uni ayoliga deb boshladi. Nomus qilmay sirtda yitilishib yurganini qarang qo'shnim. Uy, nima gapni? Voy endi o'zining ayoli bo'lgandan sirtlarda ancha-muncha o'lim chiqadi, aylanadi, ya bozor chiqib savdolik qiladi. Nima bo'ldi? Uning peshonasiga bu ayol deb yezig'li olmagan ekan qo'shnim. Ash bizga bo'p birda emasmi do'konda savdomiz shularning gapini qilyapti qo'shnim. Voy, qiziq gap qildi ekansiz-a. Ishqilib qo'shnim maldan sizlar ko'chib ketganini yo'qsa ko'nglim shunday yerimda. Unda demak, maldiklanbek yaxshi-ku. Yaxshilik-ku, yaxshi, lekin sizlarning o'yinlarga usib kirganda kirib o'tirib qarang'ishib chiqib olmaydigan bo'lsa. Arliq jiroq bo'lmagandan shanba yakshanba kunlar kelib o'tirib ketdan damag'alida. Shanba yakshanba kelma qo'shnim boshqa kunlarim yana kelma. Uylaringiz pek chiroyli ekan, mahallalarning chiroyli qichut ekan. Bugungacha vaqtim bo'lsa-la kelma. Keling. Vaqtni bir yerga berib qopdi, qo'shnim do'konni men taqay berib. Bo'lmasa bolalar taqiy olmaydi. Uning ustiga da kashta muhim bir programma bugun qo'ydi ekan. Shuni ko'msam bo'lmaydi bu yer. Yan program ko'rsizlar. Qilab o'tirib ko'mandim, yana odig'im chiqqicha. Ay qiziqliqni. Oldirma, men tamoq tayyorlab qo'ygan. Qo'rqib ketamsiz. Hech yo'q, keyin yerga qo'shdim. Uyimizni ko'rdim. Bo'ldi, rahmat. Arsibek yo'qolib ketdi, gapirasiz. Ma'qulansan, o'ynab kirdinglarmi? Yaxshi, chiroyli o'ynab kirdinglarmi? Yana kichik bolalarni bo'zaq qilib o'ynab kirdinglarmi? Kichik bolalarni bo'zaq qilmasak, cho'ndoq kuchimiz yetmasa. Men bo'zaq qildinglarmi? Ya hozir chaqchaqda o'tirib, filmni o'ynab kirdik. Shu odat axloq bilan o'ynab. Sizlar yaxshi bolalar bo'lgandan keyin kichik bolalarni cho'ndoq bo'zaq qilmay izzatlab yaxshi o'ynanglarmi? Sizlar gap olmaysizlar-ku? Tamoq pishmadimi? Pishdi deyman. Apa tamoq? Tamoq pishmadi. Uzoq ichibdi-da. Shu uzoq ochganda men yeysinlikda qo'pon tamoq yeydi. Qopala. Mayli. Hey, to'qna. Allah ya Allah. Ama bu bir şey koyamsam da bu ne? Vay, boşuna test koyarsın mı? Vay kaleye. Acaba kalmaz itip kapta. Vay kalesine uçup kırdı.
Men bunda bir ish bilan kirdim. Bu ishni desammi bo'ladigan ish, demasammi bo'ladigan ish. Lekin yanala deb qo'yishni loyiq topdim. O'zingizmi bilasiz, men sizga o'xshash o'sha bolamni 9 oy 9 kun qo'saq ko'tarib aram tuqqan. Bu bolam pek bir yuvash, cho'mirigan bir azor yo'q bir bola bo'ldi-da. Lekin shu necha kundan beri qarsam, pat-patli sizlarning bolanglardan tayoq yeb uyga shiqlab kiryapti. Bola bo'lgandan keyin hammamizning yurgimiz aytishidi ekan. Shu bolalaringizga bir nasihat qilib qo'yam degan deb, yana sizga deb qo'yishni loyiq deb kirdim-ku. Asta, bu faqat yaxshi bo'lmabdi. Men kerak yo'q, endi bolalar arasida unda qo'shiqni. Bolalar uchun men kechirim so'ray qo'shlam, bu faqat yaxshi bo'lmabdi. Men bolalarga gap qilay. Asta, deb bir endi herhalde shu Yasıp kıyasın, yakıp oldu, ben çıkay. Yok, ben çıkay. Nima? Ben tamam tayyorga qo'ysam, ben şu gapni bir deb qo'yay deb kirgandim, sat oldi. Maqla. Faqat ko'nglimizga amma. Voy, yo'q. Turib qo'ying. Voy, rahmat. Men endi kiraman. Ma'qul. Voy arslan, voy ilg'ar. Ay, men ne chiqibdi? Saniye. Voy, Ma qarama. Ma balamga. Sizga texi tarbiya qilib qo'ying deb chiketkil 2 soat bo'lmadi-ku deyman. Bolalarimiz tushlikdamoq uyga kirmaganmidi? voy. Ma bo'qqanman holatini ko'rdingizmi? Ma kiyimini, ma yig'lab, ma chirayini bo'lib ketganini ko'rdingizmi? Voy, yana nim bo'pti? Voy, nim bo'ladi? Sizning hayoti bog'liq ishki bolangiz. Yana balamni o'ttirga ilvelib no'qishlab u yoqdan bu yoqqa mahalga keltirib qo'yibdi. Mening bolalarim uribdimi? Voy, sizning bolangizdan boshqa bu ko'radi, ya'ni kimning bolasi urdi? Voy, bundan men nechta qitim dedim. Voy, bularning bolasidan boshqa bolalar yo'qmi ko'radi sen bilan o'ynaydigan? Ha? Yo'q. Bo'pti, xapaman. Bola emasmi, bilmay shu. Bo'lmasa tushda burmuncha kirib qolganda men tomoq vaqtida mush bolalarni Gap qildingizmi bo'lmasa? Ha, qilgan. Voy, qanday gap olmaydigan beg'araz bolalar bu? Men qarang. Ma bolalarga o'ptaraq gap qilib qo'ying. Bo'lmasa men o'zim gap qilay. Men mama yog'och quloq. Men mama yog'och quloqqa obdan bir gap qilib qo'yay. Bu sizlarning bolanglardan bir jaraqroq tursin o'tinib qolay, ma'qulmi? Ya qarang, xapaman. Bo'ldi qilaman. Tushda. Yo'q işte. Men qarang, hadi sen topdi bu. Akila aka bir tishlay, jinim aka. Akila bir tishlay. Apa tishildik ya? Mana soat bilmay qolardi. İlya. Ha? Bana öyle çıktınız. Burada mı ne apa? Jinim apa burada mı ne? Akila aka bir tishlay, jinim aka. Ha, apırsan mı? Bu kichkina piraysan vaqt. Shuni. Yana bir qo'shaldi. Ya, kichkina. Shuni. Voy, bu kuchoqlar telefon o'ynashda bas sotamsizlar? Voy, bu sizlar bir yerda telefon o'ynaydigan musobaqa qatnashamsizlar bola? Ha? Nima qiliq bu? Voy, uchidan tam o'tirib o'ynab ketganlar. Qo'yingizmi, necha chaqasa ma'lum emasmi? Ada kitap o'qiyman bo'ldi. Kitap o'qimay nima qilmoq osmon chamat qo'ynayman? Shu osmoq qilsam, havo qilmaydi, mashina sport yo'qolsa. Ey, biz qanda bu avval bu yoqda osmon ko'p kirib tursa. Nima misat oldim bog'dek o'tirib gap qilsa? Shamol chiqqandek yo'qolaman. Telefonim qilib olamchi? Ha. Mening telefonim yo'q-ku. Tutib. Mush pallam paytin birdan desam mush bolaning yotoqqa kirib olgan. Oyam, sen telefonimni o'ynab qalqanda sen tilib kelding. Telefon sağlamaktan. Yeniden. Shu bilgandim men hadi men bilgandim yana hadi bunun uchun
Hoşlar dedi. Hoşlar dedi. Kadek bağlıyor boşaydı dedi. Balım çoğuma hazır ama zamanı kesel çaplaşkan. Çoğuma telefon kesili, kompüter kesili, elektronik oyuncu kesili çaplaşkan balım abi. Hazır küçük balının hem şu aşkı. Elip uçup ketken. 16 numara neymiş? Qanday ko'tarib kelgansiz maktabda? Ha? Sinfdan qanday chiqqansa jinim balam. Mushu numarni ko'tarib qanday o'quvchimizning bu qitimliq imtihon natijasida chekinish bek cho'ng. Maktabdan o'yig'i bek berilib ketdi. Taklifim uyda sal chang tutsanglar. Mana, hey.